Assalomu alaykum qadrli muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Videomiz boshlanishidan oldin videomizga bir dona like bosing va kommentariyada o'z fikringizni qoldirib keting va albatta bizning kanalga obuna bo'lishni unutmang. Xo'sh, unda biz boshladik. Turkiya Superligasi Istanbul Başakşehir mehmonda Alyansporni mag'lub etdi va Shomurodov g'alaba golini urdi. Turkiya Superligasi 23-tur doirasidagi Alyanspor Istanbul Başakşehir o'yini bo'lib o'tdi. Mehmonlar safida hujumchi Eldor Shomurodov 70-daqiqada va yarim himoyachi Abbos Fayzulla 71-daqiqada zaxiraga olindi. Qayd etish kerakki, Shomurodov jamoasining g'alaba golini mualliflik qildi. Hamyurtimiz 44-daqiqadagi penaltidan raqib darvozasini ishg'ol qildi. 11 metrlik jarima zarbasini esa Fayzullayev ishlab berdi. Istanbul Başakşehir Turkiya Superligasidagi 23-o'yindan so'ng 36 ochko bilan 6-o'rinda bormoqda. Undan oldingi o'rinda joylashgan Beshiktosh va ochkolar soni 40 taga teng. 22 ta o'yin. Qadrli muxlis, videomiz yoqqan bo'lsa, videomizga like bosing va kommentariyada o'z fikringizni qoldirib keting. Bu borada Eldor Shomurodovning Romaga va boshqa klublarga o'tishi haqida mish-mishlar tarqalib yuribdi. Bunga nisbatan Eldor Shomurodovning murabbiyi hali bir nima fikr bildirganicha yo'q. Xo'sh, keyingi mavzumizga o'tadigan bo'lsak, Abduqodir Usanov kechagi o'yinda 45 daqiqa o'ynadi va g'alaba qozondi. Abduqodir Usanov Manchester City Newcastlni mehmon qildi va 2-1 hisobda g'alaba qozondi. SofaScore 45 daqiqa maydonda harakat qilgan Usanov necha bahoga loyiq ko'rildi. Tunda APLning navbatdagi turida Manchester City Newcastlni mehmon qildi va 2-1 hisobda g'alaba qozondi. Mezbonlar safida Abduqodir Usanov ikkinchi bo'limning boshida maydonga tushdi va uchrashuvda 45 daqiqa harakat qildi. Sofa nashri Usanovning ushbu harakatini necha bahoga baholab qo'ydi deb o'ylaysiz va kommentariyada buni yozib keting. SofaScore Usanovning ushbu uchrashuvdagi harakatlariga 7 baho qo'ydi. Bu sizningcha to'g'ri noto'g'rimi? Nima deb o'ylaysiz qadrli muxlis? Kommentariyada o'z fikringizni qoldirib keting va bizning kanaldan uzoqlashmang va albatta bizning kanalga obuna bo'ling va bundan keyingi ma'lumotlarni bilib olasiz.